10. Bab. Bir o'lik chivin xush puroqliq malhamni sestivetgandek, qilgan kichikkina hamoqatlikmi odamning aql parasti va shon sharpiga dog' tushirdi. Dono odamning yuragi to'g'ri ishlarni qilishga, nodon odamning yuragi yomon ishlarni qilishga boshlaydi. Nodon odam yo'l yurgandimi aqlsizligini oshkorlaydi. Özünün dötlükini hamma odamga ko'rsatadi. Agar bir amaldor sana ochiqlangan bo'lsa, buninglik bilan ish o'rningni tashlama. Chunki temkinlik odamni cho'ng xatolikdan qutqizib qoladi. Men yana quyoshning ostidagi bu dunyoda hukmdorning xatoliqidan kelib chiqqan azobliq bir ishni ko'rdim. O bolsumu, nadallarning yuqori o'rinlarga chiqarilishi, dana baylarning bo'lsa, past o'rinlarga tushib qelishidir. Men qullarning shahzodalardek ot minganligini, shahzodalarning qullardek piyoda manganligini ko'rdim. Kim o'ri qo'lisa, o'rig'i o'zi tushidi. Kim tamni yiqitsa, uni yilon chaqidi. Tosh chaqquchi toshdan yorilanadi, o'tun keskuchi o'tundan. Gallashqan paltangni bilmasang, texmi ko'p kuching ketadi. Donolik odamni muvaffaqiyatga erishtiradi. Yilon o'ynatquchini yilon o'ynatishdan ilgari yilon cheqib olsa, undaqda yilon o'ynatquchining mahoratining ahamiyati qolmaydi. Donolarning tili özlerini hürmetki sazaver kılıdı. Nadallarning tili özünü nabut kılıdı. Nadallarning sözü nadallık bilen başlanıp, rezillik ve telvilik bilen ahırlaşıdı. Nadallar valaklap toxtamaydı. Hiç kim kelgüsüdeki işlarını bilmeydi. Adam ölgenden keyin neme işlarının yüz beridiganlıqını hiç kim dep berelmeydi. Nadan odamning jaboliq ishlari uni bek charchitib etdi ki, hatto u shaharga boradigan yo'lni topolmaydi. Bir davlatning podshohi yosh va bilimsiz bo'lib, vazir vuzrolari bazmikash bo'lsa, davlat zavolliqqa yuzlanadi. Davlatning podshohi dono, esilzodi bo'lib, vazirlari kayf uchun emas, quvvat uchun o'z vaqtida g'izolanadigan bo'lsa, davlat gullab yashnaydi. O'gzangning o'rilib tushishi hurulliqingdan, o'gzangdan yomg'irning o'tishi bekor talablikingdandir. Ziyofat xushallik uchundir, sharobmi xushallik uchundir. Pul bo'lsa hamma ish yurishib ketadi. Podshohni hatto xiyolingdimi tillama. Bayni hujrangdimi tillama. Chunki qushlar sening nima o'ylayotganligingni yetkizib qo'yishi, uchar qanotliqlar sening so'zlaringni deb qo'yishi mumkin.